Assalomu alaykum hammaga universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yozgi oddiy va mazali baqlajonli salat tayyorlaymiz. Tayyorlanishi ham oson va juda ham mazali. Kanalimda boshqa baqlajonli salatlarning ham retsepti bor. Bu yana ham ozgina boshqacharog'i. Bizga 5-6 ta baqlajon, bodring, pomidor, bolgarskiy, ko'k piyoz kerak bo'ladi. Ayni yozda topiladigan mahsulotlar. Baqlajonlarimizni yuvib tozalaganimizdan keyin xuddi videoda ko'rib turganimizdek qilib to'g'rab olamiz. Baqlajonni mayda qilib to'g'ramaymiz, yirik bo'lishi kerak. Bir pallasini 3 ga yoki 4 ga bo'lamiz, katta kichikligiga qarab. Hamma baqlajonlarimizni to'g'rab oldik. Endi qozonimizga yog' qo'yib, yaxshilab qizdirib, juda ko'p solmaymiz baqlajonimizni, ozgina-ozginadan solib, o'rtaroq olovda qovurib olamiz. Ikkita tomonini aylantirib, vilka yordamida yoki boshqa narsada aylantirib, sariq jigarrang rang bo'lguncha pishirib olamiz. Baqlajonni ko'p solsanglar, yog'i shimib, qizarishi ham sekin bo'ladi. Shuning uchun baqlajonni ko'p sololmanglar, ozgina-ozginadan solib, yengil-yengil qovurib olamiz. Mana hamma baqlajonlarni qovurib oldim. Endi yarimta qizil bolgarskiy, yarimta ko'k bulg'or qalampiri, ichilarini tozalab olganimizdan keyin somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Ko'kini ham bir xil qilib, xuddi shunaqa somoncha shaklida to'g'raymiz. Baqlajonimiz ustiga solamiz. Bodring men 3 ta 4 ta ishlatdim. 4 ta bodring ishlatdim jami bo'lib. Bodring kichkina bo'lgani uchun yirik bodring bo'lsa 2 ta katta bodring ham yetadi. Buni ham somoncha qilib to'g'raymiz. Videoda ko'rib turganingizdek juda ham mayda qilib olmaylik lekin. Pomidorlarimizni o'rtasidan kesib, suvli urug'li joyini olib tashlaymiz. Bu bizga kerak emas. Buni ovqatlarga ishlatib yuborsanglar bo'ladi. Salatda juda ham suvli qilib qo'yadi. Shuning uchun faqatgina po'sti tarafinigina to'g'raymiz. Pomidorimizni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Endi ko'k piyozimizni bosh qismini olib tashlaymiz, faqatgina ko'k joyini to'g'raymiz. Ozgina qiyshiqroq qilib, yirik shaklda to'g'raymiz. Mayda qilib olmanglar ko'k piyozni. Chesnok 5-6 ta chesnok donasini ishlatdim mayda bo'lgani uchun. Agar chesnokingiz yirik bo'lsa 4 ta yetadi. Pichoq yordamida yaxshilab maydalab uni eng ustiga solamiz. Ustidan 1 choy qoshig'ida kashnich urug'ini solamiz. 2 osh qoshiq qizdirilgan yog' chesnokni ustidan quyamiz. Tuz sepamiz tabimizga qarab. 5-6 tomchi uksus. Qoshiq yordamida yoki qo'limizda yaxshilab yengil aralashtiramiz. Endi ko'kat solamiz. Kashnich soldim. Faqatgina kashnich soldim. Xohlagan ko'katinglardan foydalanishingiz mumkin. Mana salatimiz tayyor. Xohlaganlar birpas xolodilnikka qo'yib qo'yishlari mumkin. Ustiga kunjut sepib dasturxonga tortamiz. Juda ham chiroyli hamda mazali bo'ladi. Baqlajonlari ham pishgan, mana ko'rib turganingizdek. Mazalari ham juda ham yaxshi, xushbo'y bo'ladi. Yoqimli ishtaha hammalarga tayyorlab ko'ringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.